بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Her kişinin ota-onası eğer razı emas, Hazretim ümmet demesler, hem huda bendem demez. Hem yana ul çağırıyorlar, barchasi dostum demez. Pir muridim demez, Halilullah millet demez. Ul kıyamet gün yana İmam-ı Azam mezheb demez. Kapkara bulgan yüzü bil tevbesiyem makbul emez. Kabe'ni 100 mertebe borib ziyaret eylese, Keçeler kayım turub taat ibadet eylese, Kündüzü roza tutib Kur'an tilavat eylese, Dünyasın bağrın yana hayru sahavet eylese, her kişinin ota-onası eğer razı emas, Peygamberim ümmet demezler, hem huda bendem demez. Yeryüzüde ençe mescid binalar kılsa ol, hem yana köprü rabat, üy medrese köp kılsa ol. Günde 100.000 aç yalang'och gel basunan birse ol. İlmi halu ilmi kal, keşfu keramet kılsa ol. Her kişinin ota-onası eğer razı emas, Peygamberim ümmet demezler, hem huda bendem demez. Günde 100.000 hac kılay desen, onangni razı kıl. Haşt-ı cennet sayr kılay desen, onangni razı kıl. Tongla huru gılman bilen borib bazı kıl. Ahiret dünya topay desen, otangni razı kıl. Her kişinin ota-onası eğer razı emas, Peygamberim ümmet demezler, hem huda bendem demez. Ota-onangni ko'tarib hajni ziyorat eylesang, Ka'batullahga borib agar imorat eylesang, misli Ahmad Robiyadek ko'p munojot eylesang, har qadam qo'ysang namoz eylab ziyorat eylesang, har kishining ota-onasi eğer razı emas, Peygamberim ümmet demezler, hem huda bendem demez. Meşreba köp sözleme, oqillara bir söz yeter. Kar quloq bo'lsa agar, ming so'zlagil bekor ketar. Totirikman söz ado bo'lmasin deb bas yetar. Her kişinin ota-onası eğer razı emas, Peygamberim ümmet demezler, hem huda bendem demez. Resulullah mehribonlik qildi bizga, durud ayting nomlarini kim eshitsa,
ko'p shafqatlar qildi bizga Alloh o'zi turli ne'mat ato qildi bizga o'zi osi jofi ummatlarni ko'rar ko'zi durud ayting nomlarini kim eshitsa onalardan tug'ilganda ummat degan onalardan tug'ilganda ummat degan osi jofi ummatlarni g'amin yegan ketar vaqtdan ummatim deb jon bergan durud ayting nomlarini kim eshitsa bir parcha non yemadilar to'yguncha osh taom yemay qorni uzra bog'ladi tosh ummatim deb ko'zlaridan oqdi qon yosh durud ayting nomlarini kim eshitsa voh ummatim deb haq Mustafa ummatim deb aytmadilar ota ona otalarin shod ko'rmadi hayrin niso durud ayting nomlarini kim eshitsa ul Fatima aytdi otam bilolmadim bir erkalab oldingizga borolmadim bir soat hech sizni beg'am ko'rolmadim durud ayting nomlarini kim eshitsa voh ummatim deb haq Mustafa Rasululloh aytdilar jonim qizim mehribonim ummat mehri menga soldi bir borim ummatdirman bundan boshqa yo'qdir g'amim durud ayting nomlarini kim eshitsa ul Fatima aytdi otam ogoh bo'ling barcha qilgan ibodatim jonim otam ummatlarga berdim dedi bo'ling guvoh durud ayting nomlarini kim eshitsa Rasululloh eshitib xursand bo'ldi ushbu kalom 100 ming o'g'il o'rniga siz jonim bolam ummatimga ibodatin bergan bolam durud ayting nomlarini kim eshitsa chiqdi nabiy Eid kunidan hayit namoz o'qigani chiqdi nabiy Eid kunidan hayit namoz o'qigani o'ynashardi yosh bolalar shod hurram gelmagani bir bolakay yig'lar edi yuzi so'liq ko'zida yosh holatini ko'rsa agar dod devorardi bag'ri tosh so'radi nabiyni dur bolam ko'zdagi jolang sababi dedi murg'ak shahid otam ayni shu nolam sababi nabiy bilan g'azot qilib jannat sari ketdi otam hayitga yo'q bir but kiyim
hatto Makka bir taom. Bayram kuni har bolaning shodligi ortar quvonar, menda esa g'am ko'pdur, hasrat ortib dard quvolar. Qo'ying meni o'z holimga, bitmas yetimning nolasi. Bu bolalarda dada bor, menchi shahidning bolasi. Ko'zlarida yosh hasrat ko'pdur, dardi buyuk g'arib sag'ir, bilmas edi qarshisida turgan bu zot ulug' nabiy. Rasul dedi ey bolajon, ota bo'lay senga yaqin, Fotimaning ukasi bo'l, Oishani degin ona, Hasan Husayn akalaring amakingdur Arslon Ali. Agar shunga rozi bo'lsang, tut qo'limdan menman nabiy. Terisiga sig'dirolmay dabdurustdan bu xabarni, ko'zda yoshlar mug'dak dudak, ko'zda yoshlar murg'ak gudak. Qo'lim tutib payg'ambarni yig'lab dedi ey Rasulim, rad etish mumkinmi buni? Go'zal libos kiydirdilar, Fatima kiydirdi uni. Chiqdi go'dak do'stlarining davrasiga ko'zi yonib, so'rdilar sen yig'lar eding, ne sabab qolding quvonib? Dedi go'dak men yalang'och qolgan edim, kiydirdilar, opam bo'ldilar Fatima, ular meni to'ydirdilar. Nabiyulloh otam bo'lgach men qunamay kim qunasin, Oishadek onam bo'lgach men o'ynamay kim o'ynasin. Sheri Xudo Hazrat Ali amakimdir bilsalaring, jannat guli rayhonlari Hasan Husayn akalarim. Biling bizga Rasulimiz mehribondir otadan ham, meni u zot o'g'lim dedi, ayting endi qayerim kam? Bolalarning qarshisida turar edi bir mardona, har birining orzusida tug'ildi buyuk afsona. Derlar otamiz nabiylar nechuk jangga chiqmadi, jangga chiqsalar ham nega o'limga yo'liqmadi. Senga bugun qildik havas, senga bugun baxtiyor ekan, otaning shahodatida avlodga izzat bor ekan. Qissadan xulosa shudur, silang yetimning boshini, kulgusiga bo'ling fido, oqizmang ko'zda yoshini. Eslang boshimizga og'ir bir musibat yetgan kunni, ushbu ummat yetim qolgan Rasululloh o'tgan kuni. Ushbu ummat yetim qolgan Rasululloh o'tgan kuni. Yig'lamoqlik oson emas, keling do'stlar bir Xudoga yig'langizlar. İki olam obro'yin ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar. Ul Mustafa ummatim deb yig'laganlar, ul Mustafa ummatim deb qiylanganlar, ul Mustafa ummatim deb dard chekkanlar. Ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar. Tug'ilmasdan otalari vafot etgan, tug'ilganda otasidan yetim bo'lgan, 6 yoshda onasidan ham yetim qolgan ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar.
ul Mustafa Toyif sari borgandilar. Toyif ahli haq rasulni bilmadilar. Toshlari otib ul rasulni qiynadilar. Ul Muhammad Mustafoga yig'langizlar. Ayo osi Muhammadning ummatisan, kecha kunduz salovatni qo'ymagilsan. Qiyomat kun keldi salar ummatimsan, kecha kunduz salovatni aytgilindi. Marhabo ey avliyolarning rahbari, marhabo ey anbiyolarning sarvari, marhabo ey avliyolarning rahbari, marhabo ey insu jonning payg'ambari. Ahlan va sahlan marhaba. Siz jonlarning jononisiz, dardliklarning darmonisiz, olamlarning sultonisiz. Ahlan va sahlan marhaba. Siz erursiz mahbub Xudo, etmang shafoatdan judo. Ahmad Muhammad Mustafa, ahlan va sahlan marhaba. Darvesh Yunus so'zlar so'zni, ravzangizga surar yuzni. Kutarlar mahsharda bizni. Marhaba, ahlan va sahlan marhaba. Istasangiz har qayg'amdan najot, aytingiz payg'ambarimga as-salat. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya khayru khalqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya karim. Allah